Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlar bilan ko'rishib turganligimdan juda ham xursandman. YouTube kanalimga har kuni videolar joylab borishga harakat qilaman deyman, lekin o'xshamaydi. Anaqa qisqa o'sha shortlar qo'yib boraman, lekin uzun videoni olishga umuman ishdan kelganimdan keyin kech bo'lib ketyapti, ololmayapman. O'shaning uchun bugun vaqt topib raspakovka videosini olmoqchi bo'ldim. Raspakovka to'g'ri, bu hech kim uchun yangilik emas, lekin raspakovkani ham masalan qaysi magazindan, qayerdan hozir onlayn har xil onlayn magazinlar chiqib ketgan va biz bilamiz, bu uzun market necha yillardan biri insonlarni o'sha arzon narxlari bilan kimda qanaqa bilmadim. Hammaning o'zining shaxsiy fikri bor. Men o'zimning shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsak, men hamma narsamni aytaylik bir 70% ro'zg'orimga, uyga, o'zimga, kitob, kiyinish, kiyim-kechak, farzandlarimga, hatto orqamdagi mana bu shkafni ham o'zimdan olganman. Hammaning o'zining to'g'ri shaxsiy fikri bor. Kimga balki bozorlar narxlari to'g'ri kelar, kimlargadir boshqa onlayn magazinlar to'g'ri kelar, lekin o'zimdan juda ko'p narsa olganligim uchun uzun marketi qulayroq. Telefonimdagi programmadan sraz zakaz qilaman. Ular o'sha chislosini yozib qo'yishadi, ertaga yoki indinga yetkazamiz deb aniq razmerlarigacha, suratlarigacha aniq qilib qo'yishadi, lekin ba'zi bir insonlarning fikrini eshitdimki, uzunga zakaz qilingan yoki Instagram onlayn magaziniga zakaz qilinganlar o'zlari xohlagan narsa zakaz qilgan narsasi onlaynda zakaz qilingan narsa yetib kelganda aynan zakaz qilingan narsaga o'xshamasdan boshqacha chiqayotganligi haqida ham o'zimni tanishlarim aytishgan, lekin xudoga shukr, menda unaqa narsa bo'lmagan. Zakaz qilgan narsam joyida o'xshab chiqqan. Va hatto ustimdagi mana shu kiyimni ham onlayn zakaz qilganman. Ataylab katta narsa zakaz qilganman. Endi bundan buyog'i kunlar issiq, torgina, likkilab narsa kiya olmaymiz. O'shaning uchun soatlarimni ham onlayn zakaz qilganman. Kommentariyalarda qoldirib ketinglar, o'sha onlayn zakaz qilingan narsalar kimda, onlayn zakaz qilinganda kimlar kuyib qolgan, kimlar yig'lab qolgan yoki kimlar zakaz qilganda o'sha o'zlari xohlagan rezultatni ola olishgan, ya'ni kimlar zakaz qilgan narsasi xuddi o'xshab birga bir bo'lib kelgan. O'zimdan yana bugun zakaz qildim. Videolarim oldi kamerada olaman. Oldi kamerada olganligim uchun o'sha teskari bo'lib o'qilishi mumkin, e'tibor bermaymiz. Chunki shu narsa uchun ham hate olganman. Hate olganimni aytib beraman sizlarga. Nima uchun oldi kamerada video olib hate olganman? Farzandlarim bilan o'sha dasturxon boshida video olganman. Bularni hozir o'zlarini o'sha ochgan narsalarimni pastda nimalari bilan, narxlar bilan qoldirib ketaman. Xo'sh. Biz ovqatlanib o'tiribmiz. Keyin farzandlarim qo'liga vilka berdim, bitta qoshiq berdimdan keyin anaqa pirojni yeyishayotgan edi. O'shanda men gapirib video olganman, orqa fonda bolalarim ovqatlanishganda. Endi oldi kamerada olganman anaqani videoni. O'shanda shunaqa hate olganman, ishoninglar, shunaqa yozishgan, u Instagram profilimga yozishgan. Farzandlaringga birinchi bo'lib yirtib olibman. Bu 81 ming ekan narxi. 81 ming ekan mana. Xo'p, nima ekan bu? Koftichka. Katta keng kofta zakaz qilgandim. Bilmadim material qanaqa ekan buni. 81 mingga mana bunaqa zakaz qilganman. Xullas, o'shanda orqa fonda bolalarim o'sha chap qo'lda ovqatlangandek ko'ringanda oldi kamerada. Ishoninglar, shunaqa yozishgan. Bolalaringga birinchi tarbiya bersang bo'lmaydimi? O'ng qo'lda ovqatlantirishni o'rgatsang bo'lmaydimi? Narsa hayron qolaman-da. O'sha joyda yozishyapti, ularga atvet yozishyapti. Oldi kamerada olingan, o'ng qo'lda yeyishyapti-ku degan, yo'q, chap qo'lda yeyapti. Bolalarga tarbiya berish, o'ng qo'lda bolalariga o'ng qo'lda ovqatlantirishi tartibi mamnaqa bo'ladi, mamnaqa savob bo'ladi. O'ng qo'lda ovqatlantirishni o'rgatish kerak. Mana shunaqa yozib tashlashgan, ishoninglar, shunaqa yozishgan. Xuddi men bilmayman-da, chap qo'lda ovqatlanish bilan o'ng qo'lda ovqatlanish farqlarini men bilmayman. 34 yoshga kirib men bilmayman. Yana o'sha yozgan odamni, o'sha yozgan kommentariyasiga likelar, mingdan ziyod likelar kelgan. Xo'sh, o smaylikchalar bor ekan. Ko'ramiz. Ataylab kattasidan zakaz qilgandim, koreyskiy bo'lganligi uchun. Mana, qaranglar, katta zakaz qilganman. Materiali rezinka ekan. Havo o'tkazmaydi-yu, bitta o'zini kechki payt likillab kiysa bo'ladi likillab. Anaqa keng shalvarchalar bilan hozir men bu oq anaqa bilan kiyib ko'rsataman buni. Mana shunaqa kattasidan olganman. Buni narxi 81 ming ekan. Buni ham ataylab keng qilib zakaz qilganman. Buni narxi 140 ming ekan. 140 ming nima ekan bu? 140 mingga anaqa zakaz qildim, adashmasam. Kelganiga ancha bo'ldi-da, borib olishga vaqtim bo'lmagan edi. Nima? Shalvar zakaz qilganman. Qorasidan. Faqat seri bilan qora qolgan ekan. O'zir kechirasiz.
ko'ringlar kichik buni 44 dan 50-razmergacha deb yozilgan bu. Mana bunaqa oldida. Rosa katta o'zim, rosa keng. Buni tagida men yoqtirganman, mana bunaqa baloncha qilib yig'ib qo'ysa bo'ladi buni. Xullasda rezinkasi bor, o'shani yig'ib qo'ysa bo'ladi. Materiali yaxshi. Rosa katta o'zim. Buni oldiga nima qissalari bor ekan. Bantikcha qilib, bemalol buni ham hozir kiyib ko'rsataman. Qanaqa turadi? Men ko'p gullarni yaxshi ko'raman, ko'p gul parvarishlayman. 4 litrlik bunaqa oldim. Guldon, tuvak. 2 litrligi, 4 litrligi, 1 litrligi bor ekan. 4 litrligining narxi 18 ming ekan. Bozorlarda 1 litrligining narxi 10 ming ko'rgan edim. Izohlarda qoldiringlar, kommentda qoldiringlar. Xo'p, uzumdagi bu narx bilan bozori narxi qanaqa 4 litrlik tuvaklar? Mana. Kattagina ekan. Ancha gullarim tomirlab qolgan edi, o'shalarni ekaman endi. Anchagina. 18 ming narxi. Yana nima oldim? So'nsa anaqa ochki olganman. 96 mingga olganman. Buni narxi tushibdi уже. Zakaz qilganimga bir hafta oldin zakaz qilganman-da. O'sha rasmiylashtirib, yetib kelib, o'sha anaqada ofislarda kutib, bugun olib kelgunimcha bir hafta o'tdi shekilli, 5-6 kun o'tib qoldi-da. Narxi tushibdi buni. 88 mingga tushibdi уже. Hozir ochib ko'ramiz. Havo rang o'zim yoqtirgan rangidan zakaz qildim. Ko'proq qora ochki taqaman, lekin buni qaranglar o'raganim. Mana. Ay. Xo'sh. Mana. Mana shunaqa rangdan zakaz qilgandim. Chiroyli. Qattiq ekan mana bu joy, manda ochilib ketmas ekan. Mana bu joy yumshoq ekan. Mana shu ko'pchilikniki bilasizlarmi, ko'zoynak taqqanda mana bu joyini og'ritadi. Ko'zoynak taqishganda aynan shu narsa bilmadim, kimnidir boshini og'ritadi. Men buni taqaman-ku, boshim og'ritardi. Mana bu joy qattiqdan olganman, arzonrog'idan. Xo'p. Rangi menga yoqdi. Ko'cha magazinida buni narxini so'rab ko'rmaganman, ochkilarni. Ancha bo'ldi olmaganimga, chunki faqat onlayn zakaz qilayotgan bo'lganman. No, rangi yoqdi menga. Buni narxi tushibdi. Yana nima zakaz qildim? Bu kitobni ochib qo'ydim men. Atrof to'la ahmoqlar. Atrof to'la ahmoqlar. O'zimdan juda ko'p kitob zakaz qilganman. Hammasi o'sha salofanda upakovkasi bilan keladi. Muqovasi qattiq bo'lgan kitoblarni juda yaxshi ko'raman. Atrof to'la ahmoqlar kitobini o'ziga tortadigan yana bitta jihati bor. Bilasizlar, muqova kitoblarda, muqova reklamalarda ham rang-baranglik katta ahamiyatga ega. Qaranglar, shunday qaraganlaringda muqovasi o'zi e'tiborni tortadi. Muqovasi, ko'rinishi, mana o'zini anaqasi e'tiborni tortadi. Video olyapman bolam. Mana. Sariq. Odatda sariq rang ko'pchilik yoqtirmaydi, lekin bu kitobga sariq rang yarashgan. Mana bu multfilmdagi qo'ychilar bilan sariq rang yarashgan. Ajoyib kitob. Oldin eshitganman buni ta'rifini, lekin o'zim o'qib naqd qilish xohlagandim. Juda chiroyli anaqa nima deydi? Sodda tilda yozilgan, lekin chiroyli motivatsiya olasiz bundan. Ana ko'chada hamma nasihat qiladi-ku. Nasihat, tipa bizga nasihat aql o'rgatishdek eshitiladi-da, lekin ular o'sha nasihat qilishiga sabab ular o'sha xatolarni qilganliklari uchun bizga nasihat qilishadi. Ular qaytargan xatoni biz qaytarmasligimiz uchun. Lekin odatda xatolar orqali, har xil biz qilayotgan xatolarimiz orqali biz tajriba orttiramiz. O'sha xatoni qilib ko'rmaydigan bo'lsak, biz o'sha xato bo'yicha tajribamiz bo'lmaydi. Ya'ni bitta xatoni qilib ko'rganimizdan keyin bilasizda, unga o'sha tajribangiz borda, o'sha joyda mana bunaqa o'sha holatda siz o'sha xatoni takrorlamasdan o'sha ishingiz bo'yicha boshqacha yo'l tutishga harakat qilasiz. Nasihat qilishgani baribir bekor. Biz odamlar shunaqa, biz o'zbeklarda shunaqa qancha aytganingizdan sayin, ana buni qilma, uni qilma. Bolaga aytadi, uni qilma deganingizdan keyin bola borib qiladi-ku, biz shunaqamizda. Qilgimiz bor, o'sha narsani takrorlab ko'rgimiz keladi. Ya'ni o'sha narsani qilma, mana bu ishni qilma, foydasi yo'q yoki bo'lmasam pand yeysan deb nasihat qilishadi. Lekin biz bir martaga borib o'sha ishni qilib ko'ramizda. Pand yeyishimiz kerak biz. Pand yeganimizdan keyin tajriba orttiramiz. Bu kitob juda chiroyli qilib tushuntirib qo'ygan. Atrof to'la ahmoq insonlar bilan qanaqa, umuman odamlar bilan qanaqa muomala qilish kerak, qanaqa inson bilan qayerda qanaqa muomala qilish. Yaxshi kitob. Bilasizlarmi, anaqa ko'pchilikka mana bu ichidagi varaqlarini oppoq yoqadi yoki bo'lmasam sal sarg'intir rangligi yoqadi. Buni anaqa varaqlari qora.
Men o'zim yaxshi ko'raman, chunki oppoq qog'ozda mayda qilib yozilgan, kirillcha qilib yozilgan ko'zimni og'ritadi. Ko'pincha achchiq bilan o'qishimga to'g'ri keladi, shunaqa ko'zlarim oldi og'rib ketadi. Buni yozuvlari hidi zo'rda. Lotin tilida yozilgan. Qora. Yaqindan ko'rsataman. Katta yozilgan. Aniq xuddi o'quvchilarga tushuntirib yozilgandek yozilgan. Qog'ozga o'rab gapirishni, mulohazalar qilishni, fakt ishlatishni, jangga tayyorlanish, hammasi bor bunda. Kim bilan qanaqa jangga tayyorlanish kerakligi ham bor. Olib o'qib ko'ring, yaxshi kitob. Buni narxi 48 mingmi? 48 ming bo'lsa kerak, qaramabman. Men bunga qoldiraman hozir. Yana bir allambalo narsam qolib ketibdi. Buni 20 mingga zakaz qilganman. Shunaqa bir nima deydi, shunaqa narsalarni yaxshi ko'radigan odatim borda. Qaydagi bir anaqa mayda chuyda taqinchoqlar, shunaqa narsalar yaxshi ko'raman. Men zakaz qilganman. Buni ham o'zimcha oliftasini anaqa kiyimlar bilan uyg'unlashtirib ko'chaga kiyib chiqaman deganman-da. Mana. O'zim. Ipini qalin deb o'ylagan edim buni. Rasmda qalin ko'ringan ipi. Mana hozir rasmni qoldiraman. Rasmda qalin ko'ringan ipi, lekin anaqa ingichka ekan. Mana. Bu mana bunaqa. Hozir. Mana shunaqa turadi. Yaqinlashtiray. Mana shunaqa turadi bu. Ipini qalin deb o'ylagandim-da, ingichka kelibdi. Nu xayr. Mana shunaqa turadi. Nu vроде ham emas. Chiroyli. O'zimga yoqadi. O'zimga yoqdi to'yis. Hammaning vkusi har xil, to'g'rimi? O'zimga yoqdi. Chunki o'zim yoqtirib zakaz qilganman, faqat men bunisi ip ikkitalik ekanda, anaqa rasmda men bu bittalik ko'ringanligi uchun qalin ko'ringan ekan. Hozir buni kiyimlar bilan uyg'unlashtirib kiyib ko'ramiz, qanaqa ko'rinar ekan. Ketdik. Mana bu futbolka mana bunaqa turar ekan. Mana. Qaranglar. Bemalol orqani yopib turar ekan, anaqa bir xillar orqasini anaqa yopib turadigan narsa izlashadi, bemalol yopib turar ekan. Mana shunaqa futbolka ekan, kengina. Ataylar bu shunaqasidan zakaz qilgandim. Men buncha bilan okey, chotki turar ekan. Bu bilan uni kiyib ko'rish kerak ekan. Qanaqa turar ekan? Koreyskiy shalvar zakaz qilganman. Hozir uni ham kiyib ko'ramiz. Mana bu shalvar bo'ldi. Rosa yozbob narsa ekan o'zi. Qaranglar, men bu narsasini rasmda bu o'z naqa stilda bu ham bitta. Rasmda mana qilib qo'yishgan. Bilasizlarmi, koreyslar shunaqa narsalar yaxshi ko'radi-ku. O'zimcha koreyanka bo'laman deganman-da. Prям qanaqa desam ekan. Mana shunaqa tashlab qo'ygan. Uzun qilib xohlasa bantik qilib. Bu o'zi kengina bo'lganligi uchun tagini rezinka qilib oldim men. Koreyanka bo'lib qoldim shekilli. Koreyaga daramalariga juda yaxshi ko'raman. Koreya daramalarini fanatiman. Men bo'ynimdagi bilan zo'r ketar ekan. O'zimning fikrim bu. Men o'zimga yoqdi demoqchiman. O'zimda chiroyli yarashib turgandek his qilyapman. O'zimda shunaqa ko'rinyapti, ko'zimga chiroyli ko'rinyapti. Xullas. Hozir ko'ramiz. Xullas. Mana qog'ozchasini bor ekanda, endi hozir tirnab qo'ymay deb oygim kelmayapti. Buni keyinroq anaqa qilib olaman. Prosta look ko'rmoqchiman. Qalay. Look yaxshi turda? Reperlarga o'xshab. Katta xotin bo'lmay qilgan qilig'ing qilsin deydigan odamlar. O'zimga yoqadi, o'zimga yoqdi, nima qilay? Yaxshi ko'rdim shu narsani. To'g'rimi? Ochiq-sochiq narsa emas, kengina, chiroyligina turibdi-ku. Ayniqsa men bo'ynimdagi allambalo tipochkalar bilan birga. Lekin ko'zoynak menga rosa yoqdi. Narx tushganini qaranglar, olib bo'lganimdan keyin rosa yaxshi narsa ekan, kengina tor qilib tirbet bir nimalar kiyib yuramiz. Mana shunaqa narsalar yaxshi ekan. Kengina. O'zi odam 30 yoshdan keyin oshavergandan keyin mana shunaqa narsalar yaxshi ko'rib qolar ekan, keng turadigan, hilbirab turadigan narsalarni. Xullas azizlar, raspakovkam uzun marketdan olgan narsalar mana shulardan iborat. Izohlarda qoldiringlar. Kim yana onlayn magazinlardan o'sha savdo qiladi, narsalar zakaz qiladi. Qaysi onlayn magazinlar narxi qanaqa, solishtirib izohlarda qoldiringlar. Balki uzun marketdan ham arzonroq onlayn magazinlar bordir. Yoki bo'lmasam kim onlayn magazindan pand yegan zakaz qilib, kim o'sha zakaz qilgan narsasi o'zini stilida chiqmagan, o'zi xohlagan rezultatni bermagan, o'zi xohlagan o'sha tanlagan narsasi o'zi xohlagandek chiqmagan. Lekin menda hammasi o'zim xohlagandek chiqqan. Kim yana qanday onlayn magazinlarni tavsiya qiladi? Ham hamyonbop, ham unaqa sifat yaxshi, yetkazib berishi yaxshi. Hamma o'sha o'zining udobstvolari bilan yetkazib berayotgan bo'lsa,
bir kunda 2 kunda yetkazib berayotgan onlayn magazinlar bo'lsa, o'sha o'zi rasmda ko'rsatilgan narsalar kelsa, kimda shunaqa onlayn magazinlardan tajribasi bor bo'lsa, kim doimiy onlayn magazinlardan savdo qilayotganlar bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Kimlargadir balkim sifati, balkim narxi, balkim o'sha manzil bilan onlayn magazinlar foydali bo'lishi mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Ba'zi olgan narsalarim o'zimga yoqdi.